10 yoshli bemorimiz tez-tez shamollash, eshitish pastligi bilan, nafas olish qiyinligi bilan shikoyat qilib kelib tekshirib ko'rganimizda adenoid vegetatsiyasi ko'rishingiz mumkin juda ham kattalashib ketgan. Mana bu hammasi quloq yo'llarini polni yopib qo'ygan, ikki tomon qulog'i eshitmayapti bolani. Hozir xudo xolasa mana ko'rishingiz mumkin balg'amlarni yo'qolishiga mana olib tashlaymiz hammasini. Bolamiz tez-tez yo'talish, shamollashlarni qutqaramiz. Nafas olishlari tiklanadi, eshitishi tiklanadi bemorimizni. Bizlarni kuzatishda davom etamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, burun yo'llari idealni ochildi, adenoidni oldiga tegini qaytalamaydigan qilib, tez bitadigan qilib ko'tarib qo'ydik. Quloq yo'llari mana chap tomon, o'ng tomon idealni ochildi, nafas yo'llari ochildi. Bemorimiz xudo xolasa bu yo'lga eshitishlari ham tiklanadi, nafas olishlari hozirdan ochiladi. Mana eshitish pasayib ketgan bemorimizni nog'ora pardasi achinarli holatga kelib qolgan. Nog'ora parda qanaqaligini qattagini ko'rib bo'lmaydi oddiy odamni. Hozir xudo xolasa shu nog'ora pardasini teshib, ichidagi suyuqli eksudatsiyani chiqarib tashlaymiz. Adenoidlarni oldik, shunt qo'yildi. Xudo xolasa bemorimiz bu yo'lga mazaq nafas oladi. Eshitishlari ham sirasi ko'tarildi o'sha.